Xo'p, izoxorik jarayon uchun demak, izoxorik jarayon biz 8-chi. Izoxorik jarayon biz bilamiz v teng konstanta. V konstanta albatta bu yerda ishning bajarishi 0. Xo'p, 20 gram geliyni temperaturasini 200 gradusga ortganda ichki energiyasi qanchaga o'zgaradi? Xo'p, ichki energiya o'zgarishi biz bilamiz I taqsim 2 M taqsim mu R delta T. Hamma narsa bor. Geliy uchun mu bor, massasi bor, R delta T bor. Bizda mana 200 ni o'zini qo'yamiz, massa bor, hamma narsa bor. O'rniga qo'yasiz, javob chiqadi. Keyingi masalamiz 9-masala. Silindrdagi porshin ostida 2 gram massali kislorod bor. Porshin qo'zg'almas qilib mahkamlangan. Kislorod temperaturasi 5 gradus Selsiy ortganda, yana delta T bu yerda 5. Qancha ism miqdori berish kerak deyapti. Xo'p, yopiq idish bo'lgani uchun v teng konstant hajmi o'zgarmaydi, R teng 0. Demak, Q'ni hammasi ichki energiya o'zgarishiga ketadi. Ichki energiya o'zgarishi esa I taqsim 2 M taqsim mu R delta T. Mana. O'rniga qo'yasizlar, javob chiqadi. Tushundingmi? 9-chi. Keyingi masalamiz 10-chi. 160 gram massali neon gazi izoxorik ravishda 100 kelvinga eshitish uchun qancha ism miqdori berish kerak? Bu ham shunaqa. Demak, Q teng nima bo'ladi? I taqsim 2 M taqsim mu R delta T. Hamma narsa bor. Bu yerda neon bo'lgani uchun I o'rniga nima qo'yamiz? 3 qo'yamiz, bir atomli bo'lgani uchun. 11-chi. Berilgan 11-chi ballondagi geliy gaziga 25 joy miqdori berilganda uning temperaturasi 2 kelvinga oshgan. Gaz massasini toping. Hozirgi masala mana Q berilgan. I taqsim 2 M taqsim mu R delta T dan biz bu yerda faqat massani topishimiz kerak. Massani topsak, ana 2 mu bu tarafga ketadi, yonidagilar tagga o'tadi, nisbat bo'ladi. 2 Q mu taqsim I R delta T. Buni o'rniga qo'yasiz, javobimiz chiqadi. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, 11-chidan so'ng 12-masala. 12-chi. Bir atomli gaz izobarik qizdirilganda, izoxorik sovutilganda va izotermik siqilganda ichki energiya qanday o'zgaradi? Birinchi izoxorik sovutilganda, izotermik siqilganda va bir atomli gaz izobarik qizdirilganda. Xo'p, izobarik qizdirilganda albatta ichki energiyasi oshadi. Xo'p, izoxorik sovutildi, ichki energiya kamayadi va izotermik siqilganda ichki energiya o'zgarmaydi. Tushundingmi? Demak, ortadi, kamayadi, o'zgarmaydi degan javob bo'ladi. Tushundingmi 12-chi? Xo'p, keyingi 13-chi. Shu yerga yozaman 13-chini. Grafik beryapti. Bu yerga sig'mas ekan, bu yerga yozaman. Buni birinchi nuqtadagi harorat 300 kelvin deyapti. Xo'p, bizda hozir birinchi nuqta, ikkinchi nuqta va bu bizda uchinchi nuqta. Xo'p. Rasmda birinchi nuqtadagi harorat 300 kelvin bo'lsa, 1 mol ideal gaz, 1 atomli gaz bilan amalga oshirilgan jarayon tasvirlangan. Birinchidan ikkinchi sohada qancha ism miqdori berilgan? Xo'p, qaranglar. Mana shu jarayonda qancha ism miqdori berilgan? Xo'p, birinchida qaranglar, bu yerda harorat T0 bo'lsa, bizda faqat nima bor? Faqat shu yerdagi T0 bor. Qaranglar, demak bu yerda bu qaysi jarayon? Birinchidan ikkinchiga o'tish biz ko'ryapmiz P konstanta, izobarik jarayon. Va bu V taqsim T, ya'ni bu yerda konstant bo'ladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek hajmni necha marta oshgan, bu yerda V0, keyin 3V bo'lgan, to'g'rimi? Albatta temperatura nima qiladi? 3V. Ya'ni bu yerdagi harorat nima bo'ladi bu yerda? 3V ga teng bo'ladi. Xo'p, endi birinchidan ikkinchiga o'tishda qancha jarayon dedik? Izobarik jarayon. Izobarik jarayonda demak
I plus 2 taqsim 2 ko'paygan mu r delta t. Delta t o'rniga 3 t0 minus t0 yozaman. Tushunarli bo'ldimi? Demak, bizada bu yerda demak aytyapti, bir atomli gaz deyapti, 1 mol deyapti. Demak, bir atomli gaz bo'lgani uchun mana bu yerda nima bo'ladi? 3 demak bu teng 5 taqsim 2 ko'paygan 2 mana 1 mana 5 taqsim 2 mana bu nu bizada 1 mana bu 2 t0 2 r t0 ya'ni 5 r t0 chiqadi. Tushunarli bo'ldimi? T0 bor o'rniga qo'yasizlar. Ikkinchida uchinchi o'tish jarayoni bizada aytmayapti. Hop, 14-chi. Rasmda tasvirlangan siklda qaysi qismida gazni manfiy ish bajaradi? Hop. Demak, diqqat qilamiz. Bizada grafikda PT grafik, PV emas, PT grafik berilgan. Birinchidan ikkinchiga o'tish, keyin uchinchiga o'tish. Hop, qaysi jarayonda manfiy ish bajaradi? Gaz manfiy ish bajaradi. Qaranglar, gaz manfiy ish bajaradi qachonki hajmi kamaysa. Hajm qayerda kamayadi? Qaranglar, bu yerda hajm kamayadi yoki ortishini bilish uchun biz izoxarat chiziqlarini o'tib olamiz. Qaranglar, birinchi uji bu yerda o'tirilgan mana. Keyin ikkinchi izoxaratni bu yerga o'tiramiz, to'g'rimi? Savol sizga, qaysi izoxarat katta bo'lardi? Bumi yo bumi? Ya'ni temperaturaga yaqin. Albatta qaranglar, bu yerda o'zi hozir bu yerda qarasak ham bo'ladi, qaranglar. Birinchidan ikkinchiga o'tish qaysi jarayon? T konstanta, to'g'rimi? Izotermik jarayon. O'zi PV teng konstanta bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bu yerda bosim nima qilyapti? Bosim ortyapti. Albatta hajm nima qiladi? Kamayadi. Albatta bu yerda mana shu o'tishda gaz kamaygan hajmi, ya'ni manfiy ish bajargan. Ikkinchidan uchinchiga o'tish keraklar. Ikkinchidan uchinchiga o'tish izobarik jarayon. Izobarik jarayon bo'lyapti va temperatura ortyapti. Izobarik jarayonda V taqsim T konstantamida temperatura ortyapti. Albatta hajm ham nima qiladi? Ortadi. Bu yerda hajm ortadi. Ya'ni bu yerda A musbat, bu yerda esa A manfiy. Bu yerda A teng nimaga teng? 0 ga teng. Nimaga bu yerda 3/3dan 1 ga o'tish A teng 0 ga teng? Ya'ni bu yerda izoxarik jarayon tasvirlangan. Tushunarlimi? Xo'p, bu bizda 14-chi edi. 15-chi. Xo'p, qaranglar, 15-chi ma'lum gaz o'zgarmas bosimda issiq sig'imi Cp va o'sha gazning o'zgarmas sig'imi ancha farq qiladi. Bu issiq sig'imi qaysi biri katta? Endi qaranglar, bu mavzuni hali biz o'tganimiz yo'q. Lekin biz bilamiz, eslab qolasiz, Cp minus Cv teng R taqsim mu ga teng. Mana. Mana tenglamas hali bu o'tamiz bu mavzuni, shunda tushuntirib beraman. Ya'ni gazlarning solishtirma sig'imi mavzusini o'tamiz endi. Shunda tushuntiraman. Tushunarlimi? Demak, bu yerda qolgan hammasi, to'g'rimi? Hammasi emas, qaranglarchi. 21, 22, 23. Xo'p. Demak, yana qaysi maylis sig'imi deb bergan hammasida уже bizda keyingi mavzuni masalasi bo'lyapti. Xo'p, ko'rib turganimizdek hammasi ekan. Demak, bu yerda 15-chidan qolgani hammasi, demak, keyingi mavzuni masalasi. O'ta oddiy, buni tushuntiraman. Xudo xolasa, issiqlik miqdori degan mavzuni o'tamiz. Undan keyin, demak, gazlarning sig'imi va adiabayt jarayoni o'tganda shu paytda bu tushuntiraman. Bo'lgan qolgani oson hammasi. Tushunarlimi? Ya'ni gazlarning issiqlik sig'imi, sochilma sig'imi u formula bilan topiladi. Ya'ni u gazni qaysi jarayonda qizdirishimizga qaraydi. Biz bilamiz, issiq sig'imi 1 kg massali jismni haroratini 1 gradus oshirish uchun kerak bo'lgan issiq miqdor, to'g'rimi? Masalan, suv uchun 4200 joule taqsim kilogramm gradus Selsiy. Ya'ni 1 kg suvni haroratini 1 gradus oshirish uchun 4200 joule berish kerak. Buzda esa 2100, to'g'rimi? Lekin gazlarni 1 kilogrammini 1 gradus oshirish uchun uni qaysi jarayonda qizdirishimizga bog'liq. Masalan, yopiq idishda qizdirsak boshqacha issiq miqdor beramiz. Ochiq idishda erkin sizish oladigan porsiyon ostida qo'ysak boshqacha issiq miqdor beramiz. Shuning uchun uni formula bilan topiladi. Uning mavzusini o'tamiz hozir. Tushunarlimi? Xo'p, demak, bu nimaning davomini, xudo xolasa, keyingi mavzularda qo'yamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr-sog' bo'ling.